Hammaga bugun Napoleon qilish retseptim bilan bo'lishmoqchiman. Bizga 200 g muzdek suv, 2 ta tuxum, 1 osh qoshiq uksus, ozgina tuz yaxshilab aralashtirib muzlatgichga olib qo'yamiz. 2 ta 250 g yaylaga 750 g unni urvoq qilib olamiz. Eslatib o'taman, margarinlarimiz muzdek bo'lishi kerak. Muzdek bo'lmasa massamiz erib ketib qoladi, o'xshamay qolishi ham mumkin. Xamirimizga muzlatgichdagi suyuqlikni solib, yaxshilab qorib olib 8 ga bo'lamiz. Birini taroziga tortib, 200 dan sal oshiq grammda chiqadi. Jami 8 ta bo'lib chiqadi. Buni boshlashingiz bilan xona haroratida bitta 10 margarinni olib qo'ying, sababi krem uchun kerak bo'ladi. Xamirimizni 20 daqiqa muzlatgichda tin olgach, 8 ta bo'lakni mana shunaqa konvert holatiga yoyib keltirib olamiz. Bu holat 3 marta takrorlanadi, oxiri mana shunaqa chiroyli ko'rinishga keladi. Har bir konvert qilayotganimizda orasi 2 soat bo'lish kerak kamida. Chiroyli qilib yoyib mana shunaqangi gichda kesib chetlaridan chiqqanini ustiga urvoq qilamiz. Ustilarini vilkada teshamiz, xamirimiz ishib ketmasligi uchun. Menga shunaqa qadimgi vilkamiz bor olib qo'yganman. Hozirgi vilkalarning uchi uchli emas. Bu juda ham qulay. Pishiruvlar qilganimda ishlataman. Biza tez pishib chiqadi, 10-15 daqiqada. Ketib pastroq olovda pishirsangiz yana ham yaxshi chiqadi. Xona haroratidagi 10 margarinimizni idishga solib 1,5 litr molokoni bilan yaxshilab mikser yoki venchikda aralashtirib olamiz. Qo'shlarimizni ham menga krem sur deb kutib turibdi. Ularga o'sha tayyor bo'lgan kremimizni yaxshilab surib olamiz. Ulardan chiqqan qo'shlarimizni urvoq qilib ustiga sepib olamiz. Xohishga ko'ra ustiga salafan yopib, ozgina bosib olamiz. Ko'p bosib olmaylik qizlarjonlar. Mana Napoleonimiz ham tayyor. Hammaga yoqimli ishtaha.